Superliga 19-tur Qizilqum Nasaf uchrashuvidan so'ng matbuot anjumanimizning birinchi qismini boshlaymiz. Unda Nasaf bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev ishtirok etadi. Ro'ziqul Sa'dullayev, bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? O'yin, assalomu alaykum barchaga. Biz faqat bugungi o'yin emas, boshqa o'yinlarda ham oddiy gollarni o'tkazib yuboryapmiz. Bu hujumdagi noaniqligimiz, hujumdagi o'yinimiz albatta mag'lubiyatga olib kelyapti. O'sha uchun ayta olishim kerakki, biz qo'pol xatolar qilyapmiz himoyada. Standart vaziyat bugun ularga qo'l keldi. Ikkinchi bo'limda qanchalik tashabbusga ega bo'lmaylik, vaziyat yaratmaylik, baribir biz gol ura olmadik. Bu o'ylaymanki asosiy muammolarimizdan biri bo'lyapti. Hujumda yakunlash, hujumda oxiriga yetkazish bu mag'lubiyatga olib kelyapti. Futbolda bekorga yetmaydi, gol urmasang g'alaba qozona olmaysan. Menimcha natija shu uchun biz uchun ko'ngildagidek bo'lmayapti. Savollarni o'zim boshlab bersam, Ro'ziqul aka, Nasaf so'nggi 14 o'yiniga nazar tashlasak, faqatgina 3 g'alaba bor. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Bunga e'tibor qaratmagan ekanmiz. Albatta, bizda qaysidir o'yinlarda omadsizlikka uchrayapmiz. Yomon o'ynadik deb bo'lmaydi-yu, lekin bu biz uchun albatta juda ham xunuk natija. O'ylaymanki, buni tuzatish kerak bo'ladi. Oldingi safar ham aytdim, o'z zaxiramizdan, o'z imkoniyatimizdan foydalanib. O'sha uchun biz ochkolar yo'qotganimiz uchun biz hozir o'rnimiz mana shu joyda bo'lib turibmiz. Savollar. Ro'ziqul aka, bilamiz, Champions Liga o'yini Nasaf jamoasi safida harakat qilgan. Legioner jamoa tarkibidagi bugungi legionerlar bilan solishtirganda uni nima evaziga jamoada saqlab qolmagansiz va umuman olganda Nasaf jamoasi legionerlar tanlashda qanday jihatlarga e'tibor qaratadi? Jaba bizda chempion bo'lishga katta yordam bergan edi. O'shandan keyin jamoada o'zgarishlar bo'ldi. Boshqa o'yinchilarni taklif qilganimiz uchun Jaba biz jamoamizda tark etgan edi. Jabani bilamiz, bugungi o'yinda ham o'zini yaxshi tarafdan ko'rsatdi. Yaxshi yarim himoyachi, mahorati bor. Legioner masalasida bu oldin ham aytib o'tganmiz. Legionerlar bu oson narsa emas, ko'p jihatiga e'tibor berasiz, lekin kirib ketish uchun, jamoaga moslashish uchun kimgadir vaqt yetmaydi yoki saviyasi, darajasi yetmaydi. O'sha uchun bu jihatlarga e'tibor beramiz kimnidir. Oxirgi paytda bizga bunga ko'p imkoniyat bo'lmadi. O'sha uchun legionerlarni ko'p taklif qilmadik. Я застал то время, когда вы еще сами играли в футбол. Вы сейчас являетесь одним из самых опытных и титулованных тренеров на данный момент среди коллег в этом сезоне. Почему вас в сборную не привлекает и не доверяет, или как вы ответите на этот вопрос? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Но это вопрос не ко мне, наверное. Не могу ответить на этот вопрос. Но причина не в вас кроется, или ваш талант не замечает? Не знаю. Я не считаю, что я сильно талантливый тренер или футболист. Почему? Ладно, извините. Как игрок вы были в порядке, и как тренер сейчас я бы не сказал, что у вас какие-то есть несоответствующие качества для главного тренера сборной. Ну, по крайней мере, уж молодежная, олимпийская точно. Ладно, давайте следующий вопрос. Извините, не могу ответить. Savollar bormi? Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.